هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Maun tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maun suresi 1. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Ve a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Sure Maun Mekke'de nazil bolgan 7 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Dinni inkar qilgan odamni ko'rdingmi? U yetimni döşkellaydigan, miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydigan odamdir. Shundoq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi. Namozni riyo bilan o'qiydi. Ular qo'lqi bermaydi. Qiyomat kunini inkar qilguvchilarning sifatlari to'g'risida. Dinni inkar qilgan odamni ko'rdingmi? Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Qiyomat kuni qayta tirilishga jazo va mukofotlarning barligiga tangan odamni ko'rdingmi? U yetimni döşkellaydigan, miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydigan odamdir. Ya'ni u yetimni bo'zaq qiladigan, uning haqqiga tajovuz qiladigan, uningga yeydigan bir narsa bermaydigan, uningga yaxshilik qilmaydigan va faqir miskinlarga tamoq berishni tavsiya qilmaydigan odamdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq dedi: Hargiz undaq emas. Sizlar yetimni hurmat qilmaysizlar. Bir-biringlarni miskinga osh non berishga targ'ib qilmaysizlar. Shundaq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi. Ibn Abbas va boshqalar bu oyatdan kishilarning ko'ziga cheliqadigan yerda namoz o'qiydigan, bu oyatdan kishilarning ko'ziga cheliqadigan yerda namoz o'qiydigan, xoli qolganda namoz o'qimaydigan munofiqlar ko'zi tutiladi dedi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Şuna Allah Teala mundaq dedi: Shundaq namoz o'quvchilarga voyki, ya'ni ular aslida namoz o'qishga buyurilgan odamlar bo'lib, lekin Ibn Abbasning qarashicha ular namozni faqat o'qimay, g'aflatda yurgan odamlardir. Masruq va Abu Zuhaning qarashicha ular namozni shariat ko'z tutmagan vaqtda o'qimay, uning vaqtini o'tkazib yetib, kechikib o'qigan odamlardir. Ata ibn Dinar ular namozlarini g'aflatda turib o'qiydi demay, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi degan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin dedi. La ilahe illalloh Muhammedur Rasulullah. Eskertiş. Eğer Allah Teala ular namazlarını g'aflat tuturup o'qiydi degan bo'lsa, bu g'aflatdan namozning ichida turganda paydo bo'ladigan g'aflat ko'z tutilgan bo'ladi. Bundaq bo'lganda nurg'unlagan kishilarning bu oyatning mazmuniga kirib qolishi mumkin edi. Chunki odam namozda turganda şeytanның her xil vesveseleri bilen namazda turup başka bir narsalarni o'ylab qilib, namazda azroq bo'lsa-mu g'aflat turib qilish tepilib qoladi. Agar ular namozni g'aflat bilan o'qiydi deganda, bu g'aflatdan namozga turganda uning ichida bo'ladigan g'aflat emas, aksicha
biz yuqorida bayon qilmoqchi bo'lgan ishlarning birisi ko'z tutiladi. İzahat tugidi. Allah Taala'nın shundaq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi. Oyatdagi g'aflatdan namozni davomli yoki ko'pincha holatda o'z vaqtidan kechiktirib o'qib, namozning avvalgi vaqtidan g'aflatda yurish yoki namozning farz, vojib va shartlarini talabga loyiq ado qilmay, bu ishlarda g'aflatda, ya'ni erangsiz holda turish ko'z tutildi. Bu oyatning mazmuni mushularning hammasini o'z ichiga oladi. Lekin kimda mushu ishlarning birasi tepilib qolsa, u bu oyatda ko'z tutilgan kishilarning ichiga kirmaydi. Kimda mushu ishlarning hammasi tepilsa, u bu oyatning mazmuniga kirdi va uningda amaldagi munofiqlik ko'rilgan bo'ladi. Bu haqda İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mana bu munofiqning namozidir. Mana bu munofiqning namozidir. Mana bu munofiqning namozidir. U kunga qarab o'ltirdi. Kun kirib ketish uchun shaytonning ikki mungizining oraliqida bo'lganda qo'pib, Alloh taoloni nihoyat ozli yod etgan holda yerga to'tni cho'qib qo'ydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bu hadisda ko'z tutilgan namoz asr namozi bo'lib, u asr namozini vaqtida o'qimay, uni namoz o'qish makruh bo'ladigan vaqtgacha kechiktirdi. Ondan qo'pib namozda turganda kamtarlik bilan va Alloh taoladan qo'rqgan holatda turishga buyurilganligidek namozning farzlariga rioya qilmaylar, qog'idek to'tni cho'qibla o'qiydi demakchidir. Shunga Payg'ambar alayhissalom mundaq dedi. Alloh taoloni nihoyat ozla yod etgan holda to'tni cho'qib qo'ydi. U kishining namozni shundoq o'qishidagi sabab, uning namozni Alloh taolaning roziligini ko'zlab emas, balki boshqalarga ko'z tutish uchun o'qiydiganligining ehtimoli bo'lganligi uchundir. Agar u namozni shundoq maqsad bilan o'qiganli bo'lsa, u faqat namoz o'qimagan hisoblandi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Alloh taolo munofiqlarning namozni boshqalarga ko'z tutish uchun o'qiydiganligi haqida mundaq dedi. Shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishidi. Alloh ularning aldamchiligiga yarasha jazo berdi. Ular namoz uchun turganda xo'sh yoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilar ko'z tutish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozg'ini yod etadi. Alloh taolo bu surada mundaq dedi. Namozni riyo bilan o'qiydi. Imom Ahmad Amr ibn Marraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Abu Ubaydaning qishida o'ltirdik. Kishilar riyo haqida paranglashdi. Ondan Abu Yazid degan taxallusi bilan chaqirildigan bir kishi qo'pib, men Abdullah ibn Amrdan Payg'ambar alayhissalomning kimiki qilgan amal ibodatlarini boshqalarga anglatmoqchi bo'ladi ekan, Alloh taolo uning amal ibodatlarini maxluqotlarga anglatib berdi va uni oddiy ko'rsatdi. Deganligini anglagan edim dedi. Ammo bir kishi amal ibodatlarni Alloh taolaning roziligi uchun qilgan, lekin Alloh taolo uning qilgan amallarini boshqalarga bildirgan bo'lsa, shuning bilan u kishida so'yinish paydo bo'lgan bo'lsa, u kishi bu oyatda deyilgan riyo qilguvchilarning qatoriga kirmaydi. Ular qo'lqi bermaydi. Ya'ni ular o'zlarining Rabbiga qiladigan amal ibodatlarini o'z loyiqida ado qilmaydi va Alloh taolaning maxluqotlariga yaxshilik qilmaydi. Hatto eng oddiysi
ulardan kichikkina biror narsani o'tnigi so'rab turgan kishilarga u narsani o'tnigimi bermaydi. Undaq bo'lgan ekan, ular zakot va uningdan boshqa sadaqalarni bo'lsa, hargiz bermaydi. Mas'udi Salama ibn Kuhaylidan Abu Ubaydaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ibn Mas'uddan bu oyatdagi ular bermaydigan narsaning qandaq narsa ekanligi haqida savol so'raldi. Ibn Mas'ud o narsa bo'lsa, kishilar o'zaro bir-biriga o'tni berishadigan palta, qozon va chilakka o'xshaydigan turmush buyumlaridir dedi. Ya'ni ular mushuninga o'xshagan oddiy narsalarni o'tniga so'rab kirgan kishilarga u narsalarni bermaydi. Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Maunning tafsiri tugadi.